Assalomu alaykum. Zohirdingiz kanalining qadrli obunachilari, sog'misizlar, salomatmisizlar. Bugun 8-fevral haftaning yakshanba kuni Namangan avtomobil bozoridan labolar qatoridan chiroyli videorolik tayyorlaganmiz. Zavodskiy labo ham bor, Damas'dan qirqilgan labolar ham bor. Arzoni ham bor, qimmati ham bor. Bemalol aloqaga chiqib, kelishib sotib olishingiz mumkin. O'zaro kelishib, o'rtadagi savdoga admin, ya'ni biz aralashmaymiz. O'zaro kelishib sotib olishni tavsiya qilaman. Albatta mutaxassisga ko'rsatib sotib olsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Reklama xizmatimiz tomonidan nomerlar ko'pchiliklar foydalanyapti. Telegramdan faqat WhatsAppdan rasm videosini tashlab bersangiz chiroyli qilib reklama qilib beramiz. Ko'pchiliklar foydalanyapti. Shular qatorida siz ham foydalanishingiz mumkin. Faqat Telegramdan, WhatsAppdan texnikasini sotmoqchi bo'lib yurgan tanishlaringizga bu nomerni berib qo'ying. Telegramdan, WhatsAppdan olishlari mumkin. Ayniqsa videorolikni boshladik, diqqat bilan ko'rishni tavsiya qilaman. Manfaatli, foydali ma'lumotlarga to'la videorolik bo'ldi degan umiddaman. Qaniyozdan boshladik. Qani bismillah o'rtoqlar, sizlarga bir labolar ko'rsatib ketay. Ko'rsatganda ham ko'proq bir zavodlaridan olaylikcha. Kesilganlar ko'payib ketdi ham, endi zavodlardan ham olaylik, aralashtirib chiqaraveramiz xudo xolasa. Mana 20-yilda akamizda tayyor bor ekan aka. Kraskasi qanaqa aka? Radnoy hech qanaqa urilib purilmagan. Qancha yurganmiz aka? 138 ming yurgan. Ko'ringlarchi. Xudo xolasa. Aka, motor, most, korobka. Zo'ra. Generalni berasizmi? Ofarimlayni ekami? Tak, o'sha mana tunikalar bilan tayyor qilingan, olib mino'radigan holatda. Metal 65 talik metal. Hamma dokumentlar bor. Mana undan chiqarib berasiz-da firmadan. Ofarimlayni bo'ladi. Bo'ldi. Nech pul ekan aka? 6,5 ming ozmoz o'tib beraman. 6,5 ming ozmoz kelishtirib beriladi. Vaboda usulini bo'lmagan-a, ramasi? Yo'q, tegilmagan. Endi ko'pchilik zavodskini ham orasiga usulini qo'yapti. Yo'q, ochmagan uni. Qancha dedingizmi? 6,5 ming ozmoz o'tib beraman. Ozmoz. 6 dan tushib beralasizmi aka? Yo'q. 6 bilan 6,5 orasida bittami? Ha. Yetmay qolsa-chi bir 3 ming, 4 ming pulim bo'lsa aka. Yo'q, naqdga qoladi. Naqdga. Telefon raqam bering endi. 91lik 91lik 352 352 68 30. 68 33. Ismingiz? Obudson. Obudxon aka, bir damasi bo'lsa-chi, bir misol uchun damasi labo qilib olishim kerak deganlar barterga kelishlarmi, yo'qmi? Yil yangiroq bo'lsa ko'ramiz. Yili yangiroq bo'lsa kelishamiz. Bozoringizni bersin aka. Buni dokument joyida, hamma yo'q-a? Mana bu quvvatlardan ham chiqadi. Assalomu alaykum. Aka, xohlasiz, charchamasdan. Mana tinchmi? Bu yoqda nima qilyapsiz? Ichkarida turardingiz. Yo'q, baquvvat oldi bashaqqa. Yaxshi. Nima yangi? Bu koreyskilardir va bu yine. Koreyskimi bu? Zavod? Zavod. Shuni muzikasini, Onu shumka signal. muzikasini to'xtatib turing. Oo. Monitorlar qaranglar. Xo'p, o'rtoqlar. Koreyskiy laboni qaranglar. Monitorda mosladilarmi? Yo, zavodskiy shunaqa chiqqan. 12 mi, 13 mi? 12. Ey, yozib qo'yishdi. 12 koreyskiy shumka. O'zingizdan eshitdik aka, bir o'qiladigan qo'yasiz. Hop. 47 ming yurgan. Onu shumka bo'lgan. Signalizatsiya, video registratsiya. Aha. Hamma narsa tayyor holatda, motor obkatkada. Hop. Benzin, metan. Ishxonada propan ham turibdi, qo'shib beraman. Zavodskoy propani. Yasha. Ha. Sizni obunachilaringizga kelishtirib beraman. Voyda. Pultlari ham bor. Shu oddiy mashina olib chiqmaysiz, shular bo'laman. Shu haligi eksportga ishlangan. Oga odam ham bir maza qilib. Ana uni qanaqa qilib mosladingiz? Dastlabda bor-ku Instagramda. Bu xizmatlarimiz ham bor. Shu. Damas Bag akamiz kesib tayyorlaydilar. Bag'da zavodi bor ekan. Bu kesilmagan-a? Yo'q, bu zavodskiy. Zavodskiy kerak. Injektor motor-a? Motorlar qilib qo'yilgan. 6 ming. Qancha yurgan? 447 ming. 447 ming yurilgan. Yo'q. Ana. Nazirani aytyapti, monitorga necha? Vah. Suv datchiklarigacha qo'yilgan. Yo'q, bu zavodskoy. Mashina shumka qilingan. Oga odam ham bir xursand bo'lib oladi-da. Yani ko'rsataychi.
Bu benzinga yurmaydi. Zapaskalari bor. Benzinga yurmaymizmi? Benzin metal. И nasıl ham bor. Preper, zavodskiy preper bor, qo'shib beraman. Ha, o'zi zavodskiy propandan chiqadi, metan o'rnatibsizlar. Metan benzinli qilamiz. Benzinli qilingan. Yaxshi, pulini ayting endi aka. Endi hozir 6000 deb turibmiz. Endi siz obunachilaringizga yo'l qo'yib beramiz. Sizni podpiska Bu 5larga beramiz-da. Yo'q, 5larga beramiz. Yo'q, sirasi yo'q. Kelishamiz. Sizni obunachilaringizga kelishtirib beramiz. Aka, endi Sizni nomingizdan sizda chiqadi. imkon bo'ladi, imkon bor. Bir 2000-3000 puli bo'lsa yo'l qo'yib beramizmi? Bir 3 oy, 4 oyga endi bir oymoy ishlab to'lashim mumkin. Kelishamiz. Variantlar bo'lsa ham kelishamiz. Siz obunachilaringiz. Bo'ldi. Telefon raqamingizni aytasiz endi aka. 77 77 251 251 30 07. Ismingiz? Zuhriddin. Zohriddin akaga murojaat qilinglar. Xudo xolasa. Ak podpiskalarni ayamaymiz. Va qarang, kesilgani shunaqalardan bormi? Bor. Bora? И xizmatlarimiz ham. Xizmatlarimiz ham bor. Bo'pti, Zohriddin aka, mana misol uchun men 2010-yil Damas'im bor. Hop. Qancha bersam men labo qilib dokumentlarni hamma yo'qni 22 millionga tenti bilan 20 millionga tentsiz qilib beramiz. Ha. Ko'rdinglar? Salonchilarni shunaqa qilib turib hammasini. Mana shunaqa qilib beradi salonni ichini. Ya monitorchi. Yo'q, monitor Chixon, ninonim hammasi shundoq bo'ladi. Zo'r. Bozoringiz bersin aka. Rahmat, salom. Olinglar xudo xolasa mana. Chiroyli. Xo'p, o'rtoqlar 12-yilga Damas labo aka. Kesib tayyorlangan chayon kalpaklar qo'yilgan. Mana hali yuk tashidingizmi yo ishlab turganmi aka bu? Hali ishlamaganmi? Ha. Mana. Salonlar, holatlar. Qancha yurgan bu aka? Aniq emas. Kesib tayyorlangan ekan. 8 ga 6 mi? Ramalar ham? Xo'p, benzinlar yuradi, ha? Benzinga, gazga. Hozir metan yo'qdir. Bo'pti aka, hamma yo'q soz bo'lsa, motor qilmaydimi axir? Yo'q, motor korobka most jim. Tumba-bumbalar chirimagan aka. O'zim nomda. Necha pul so'raverdik aka endi? Xudo xolasa. 4700 debdi. Kelishtirib beramiz. 4700 kelishtirib beriladi, ha? Qancha bo'ldi sotmayapsiz aka? Narx bo'ldimi bir? Narx 4000 qilishdi. Bermayapsizmi? Ya narx emasmi aka? Narx. Ozmi qo'shilsa beramiz. Ozmas. Bir 2000 pulim bor ekan, nima qilamiz? Variantga yo'q. Telefon raqam bering. 93lik 107 107 13 13 24. 24. Ismingiz? Shavkat. Shavkatjon aka deylar. Mana chiroyli qilib aka. Xudo xolasa, agar bormi yana boshqa? Yo'q, boshqa yo'q. Telefon qilsa bu kelishtirib berasiz aka. Bozoringiz bersin. Rahmat. Ya gen bo'ladi. Gen bo'ydaki. Aka zavodmi bu? Yili necha? 24. Zavodskilar bor ekan mana bu yoqda. Nech pul ekan? Yashang. Nech pul ekan bu yog'i aka? 300 kam bor. Mana salonlarni ko'raylikchi. Yaxshi, salon zavodskiy holat ekan-a. Qancha? 65282 kilometr ekan. Metan ham yo'q o'rnagan-a? Metan benzin. Endi motor pastlarida kamchiligi yo'qdir, most, korobka. Mana da rezinka bo'lgan shekilli oldin-a. Bo'lgan men tayini ko'rsatib qo'ydi-da, o'zi yo'q, tangi ham yo'q. Bo'lgan o'zi rezinkasi. Rezinkasi yo'q, xullas mashinada sotiladi. Ha. Boshqa lavoga chiqib ketdimi rezinkasi? Ana. Yaxshi. Hop, 7000 qancha dedingiz? 7300 kam bor. 73 kelishtirib beradi. Telefon raqam bering endi. 94 94 275 275 35 35 95. 95. Ismingiz nima aka? Elbek. Elbek aka 7dan tushadimi? Yo'q. Siraz maqsadga o'tmang, ha, kelishamiz sekin.
7300 dan kam bo'ldi-ya. Ha, men 7 dan tushadimi deyapman. Vot, Eng panasi 7. bo'pti, 4000 pulim bo'lsa, 1-2 oyga qo'yib berasizmi? O'ylanyaptilar. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Kelishiladi-a? Xudo xolasa. O, ustaga sotaylik buni. Voy aka mana shu obunachingizda. Yo'q, olib qo'yib. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alaykum assalom aka. Shu zavodskiy laboni sotadigan akamiz. Yaxshimisiz aka? Siz qalay bo'lyapti savdolar? Nima? Bemalol o'tirib sotib shekillanchasini. Nechta qoldi? Mas'uliyatda. Ha, bag'amsizniki buni. Akangizlar shekillar bunda shu o'xshar ekan. Yili necha buni aka? 24. O, 37 ming yurgan. 97 ming yurgan. 37 ming yurgan. Toza? Bu ham tozamidi? Ham toza. So'ramabman, toza ekan. Ha. Buni chexol qilibsiz-a bunga? Linoni qilib olasizlar. Salonlar 337.141 kilometr. Zo'r. Salonlari ham yaxshi. Metan bor aka. Buni tagiga naza qilib berasiz, shunday sotasiz. Kelishimizga qarab. Ha. Kelishimizga qarab. Ha, metani u orasida ekan buni. Metan bu yoqda ekan aka. Ikkita qo'yilgan. 30 tadan 2 ta. Bo'pti. Mana shu lava o'rtoqlar. Bu pulti ham bor ekan, moz korobkalarda nima ishi bor aka? Endi yili yangi mashina. Endi uni ha deb texnik holatini so'raverish ham bo'lmaydi endi. To'g'risi yangi mashina. Oladimi nima xudo xolasa? Nechi pul? 7400 deyapti. Kelishtirib beramiz. Mana 7200 ekan. Bu 7400 ekan. Aka 7 atrofida bitirib berasizmi shuni? Bitirib beramiz. Beramiz a? Yetmay qolsa-chi? Gaplashamiz. Ana. Yana gap akamiz gaplashamiz deyapti. Telefon raqam bering endi. Mana ham siznikimi? Ha, bering nomeringizni. To'rlik. To'rlik 132 132 62 62 32. 32. Ismingiz? Ahror. Ahror aka. Deb murojaat qilinglar. Bu yili nechi buni? 19. 19 ekan. Kraska? Kraska toza. Ha, Kraska toza. toza. Qancha yurgan ekan, ha? 308 ming. 308 ming yurgan, xolos. Bu ham nahaz bo'lma aka. Nima yerda aybi yo'qmi axir? Bo'lsa aytamiz. Bo'lsa aytamiz, ha. ertaga kelsa, salonlari. Bunda linonimlari bor, hamma yo'qi bor ekan mana. Holati yaxshi ekan. Buni qancha qilib beramiz aka? 6000 deyapti, kelishtirib beramiz. 6000 kami bor. Qanchalar 5 larga yuradi aka? 5 larga emas, 5 bilan 5 ham rost bitami aka? 53 ga bermadik. 53 ga berilmadi. Berilmadi. 19. Variantga o'ylab ko'ramiz a. Gaplashamiz ha. Mana qarang. Telefon qilibdi. Generalni bo'ladimi uchalasi? Bo'ladi. Bo'ladi, telefon raqam bering endi. 94lik 94lik 132 132 62 62 32 aka, bozoringiz bersin Ahror aka. Telefon qilinglar. Rahmat. Sog' bo'ling. Ha. Ana, maloshni kimdan ekan bu? Sizdanmi? Yili necha aka? 2007. Tayyorlangan. Nech pul so'rayapsiz aka? 4000 kam bo'ldi. Yurib turganmi bu? Hozir lavolar tugatib olaydi aka. Xudo xolasa. Ha. Tak. Salonni ko'ringlarchi. Ishlab turgan shekilli. Propanda ekan-a? Propanda ekan-a? Bu gazga qaysinga propanga urilgan, metanga urilganmi?
Metanga urilgan. Metanga urilgan. Hozir временный propan qo'yib oldingiz. Ha. Yili necha dedingiz? 2007. 2007. Rahmat. Hop. Motorlar qilinganmi aka? Motor, rasxod, most, korobka nima ishi bor? Hamma yo'q yaxshi, xudo xolisa. Balon ham olmas ekan, balonlar ham yaxshi ekan. 4 kam bor. Shunaqa? Ko'rkam bor. Qancha chiqdi bozor aka? Metan qayerda bu metan baloni? Metan o'yda. Sotsak qo'shib berib yuboramiz o'yda. Unda ruxsat bermaydi-ku o'ga tengi. Yo, tengi bermaydi. Metanda yurasizmi aka? Metanda yurasiz. Yo'l uchun propan qo'yilgan. Nomeringizni bering. 93 93 567 567 52 52 10 10. Ismingiz? Yunusxon. Yunusxon aka, ramalar usulini bo'lgan-a? Ha, bo'lganmiz. Bu ishlab yurib turgan ekan-a? Ha, shunaqa. Bo'ldi. Bozoringizni bersin. Qaysi kanal? Yili necha edi? 2007. 2007. Zohrdozdan chiqadi xudo xolisa aka. Xo'sh, sizdanmi bu? Usta, yili? Zavod. 22-yilgi zavodskiy labo. Qiziqinglarchi? Toza? 31 ming yurgan xolos. 22 ga ko'p yurmabdi. 22 ga ham 4 yil bo'lyapti, to'g'rimi aka? 31 ming yuribdi xolos. Zavod holati ekan salon, ha? Xo'p. Mana listlar qilingan, tayyor, ha? Qoplamalar qilingan. Olib minib ketaveradigan holatda ekan. 65 ta metan, ha? Mashina toza. Nech pul so'rayapsiz aka? 7222-yil, ha? 7 dan tushib beramizmi aka? Naqdga kelishiladi. Bir 3000, 4000 pulim bo'lsa-chi? Naqdga. Barterchi? Barter Damaska. Damaska. Telefon raqam bering endi. 70lik. 70 116 116 81 83. 81 83. Ismingiz? Jahongir. Jahongir aka, bozoringizni bersam, xudo xolisa mana telefonni qilib olaverasizlar. Xo'p. Menimcha bo'ladi. Asosan zavodskilarni aylanib ko'rdik. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar o'rtoqlar. Mana shu atrofdan obzor qilib bordik. Ko'rishguncha